Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. Taniqli futbolchi Abduqodir Husanov haqida barcha haqiqatlar oshkor qilindi. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Videolarimiz kengroq tarqalishi uchun video ostida bor yo'g'i bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Real Madrid Abduqodir Husanovni ijaraga olmoqchi. Real Madrid qishki transfer oynasida ehtiyotkorlik bilan harakat boshladi va Manchester City markaziy himoyachisi Abduqodir Husanovning holati bilan qiziqdi. Klub himoya chizig'ini katta moliyaviy sarmoyasiz kuchaytirish uchun ijarani jiddiy variant sifatida ko'rib chiqmoqda. Bu qadam jarohatlar va rotatsiya yetishmasligi sabab qisqa muddatli yechimlarga muhtoj bo'lgan Real Madrid rejalariga mos keladi. Shu nuqtai nazardan Husanov sport va strategik jihatdan bozor imkoniyati sifatida baholanmoqda, deyiladi xabarda.